Assalomu alaykum hamyurtlar. Ovqatingiz doringiz bo'lsin, doringiz ovqatingiz bo'lsin. Aynan oilaviy universal mahsulotlarimizdan spirulina suv o'tidan tayyorlangan tabletkalarimiz 1974-yildan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan butun insoniyatga eng kuchli oqsil manbai sifatida tavsiya qilinayotgan spirulina mahsulotimizdan foydalaning. Agarda yoshlar, turmush qurish arafasida turgan yoshlar, unashtirilgan yigit-qizlar bo'lsa, bemalol ularga biz tavsiya qilamiz. Yoki siz 2-3 farzandga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bemalol. Ayollarga foydasi, jumladan follikulani o'z vaqtida yetiltirish, qonni ko'paytirish, buqoq kasalliklarini oldini olish, homiladorlikka juda ham yaxshi tayyorgarlik ta'minlab beradi. Organizmni kerakli bo'lgan vitamin, minerallar bilan to'ydirib, torch infeksiya, gepatit, spid yuqish xavfini kamaytirib beradi va albatta ertaroq homilador bo'lish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi kunda xalq orasida ko'proq tarqalgan mana shunaqangi polikistoz yoki bo'lmasam детский matka tushunchalarini oldini olishga yordam beradi. O'smir qizlarimizda bo'layotgan follikulan yetilmasligi, sikl buzilish holatlarida ham juda ham yaxshi samarali vosita hisoblanadi. Yigitlarimizga buyrak siydik yo'llarini tozalab, pushtini ko'paytirib berishga yordam beradi va ertaroq ota bo'lish imkoniyatini beradi. Va albatta homiladorlar uchun juda ham yaxshi mahsulot. Qaysi ma'nodaki, homiladorlar anemiyasi, kamqonligini yo'qotadi. Homiladorlar psixologiyasini yaxshilaydi. Organizmni magniy bilan to'yintiradi. Sof temir bilan to'yintirish imkoniyatiga ega. Homiladorlik paytida suvni loyqalanishi, homila o'smay qolishi yoki bo'lmasa ona qornida homilani nobud bo'lish holatlarini kamaytirib beradigan mahsulotlarimizdan. To homiladorlikni boshidan oxirigacha ichish imkoniyatini beradigan universal mahsulot. Tug'di ayolga bemalol qonini ko'paytirish, sutini ko'paytirish maqsadida berish mumkin. Va albatta bun bilan ichib tug'ilgan chaqaloq atrofga moslanuvchanligi juda ham yaxshi bo'ladi. Tez adaptatsiya oladi. Har xil emlanmalarni ham juda ham yaxshi o'tkazish imkoniyatiga ega. Uyda o'tirgan yosh qottalar bor. G'ayratim bor, kuchim yo'q. Aynan mana shu holatlarda ham yosh qottalar uchun qabziyatni oldini olishga, o't qopini ishini yaxshilashga, jigar yog' bosishlarini yo'qotishga, xotira, diqqat tafakkurlariga, bundan tashqari ularni ko'rib o'tkirilganini yaxshilashga bemalol tavsiya qilishimiz mumkin. Uyingizda sal qaysarroq bolalar ham bor. O'zini yetganini qildirmoqchi bo'lgan, shiraxo'r, tinimsiz shiradan boshqa narsa yemaydigan, ovqat tanlaydigan, go'sht iste'mol qilishni yomon ko'radigan bolalarga bemalol berishingiz mumkin. Og'ziga ko'proq stamakit toshadigan bolalarimiz bor. Yoki bo'lmasam fahm farosatda ozgina bo'lsa ham tengdoshlariga nisbatan orqada qolayotgan, kechqurun siyib qo'yadigan bolalaringizga ham bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi.